Yaqinlarim, assalomu alaykum. Sizlar uchun вообще zo'r lokatsiya sentrdan. Ko'pchilik biladigan Uchtepa tumani, shunda ona bola balnisan oldidan kirganinglarda Yangi Labzey ko'chasi, qaranglar shu xonadon. To'g'ri sotiga 15 ekan, 6 xona, ikkitalar podvol, tepalari bola xona kelishtirib ko'targan narxiga berib yuboraman. Xohlasa domga bartiram qilaman deyishyapti. Ko'pchiliginglar domni uchastga bartir qilmoqchimi deylar. Mana sizlar uchun. Shunda ona bola balnisan oldidan kirib kelinadi. Ikkinchi mahalla 85-xonadon. Pishgan g'ishtlardan zo'r yevro remontlarimdan savdoga prямо egalaridan o'rtakash yo'q, dallol yo'q, makler yo'q, ani kimnidir nomeri emas, prямо notariusda qo'l qo'yadigan odamdan gaplashasiz. Siz kanalimga obuna bo'lib qo'ying-da, shaxsan siz ham o'rtakash dallolsiz, maklersiz, prямо egasiga sotmoqchi bo'lmisiz yoki prямо egasidan srochno pul zaril arzonga berib yuboraman degan insondan uy-joy olmoqchimisiz? Kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Mana tepada nomerlarni qo'yib qo'yganman. Aloqaga chiqing. Realni oxirigacha zakat olguningizgacha yoki uy-joy olguningizgacha O'zbegim uylari xizmatingizda. Lavz bo'lsa bas deydi, ya'ni bir ikkita qulpilechilarga o'xshaganlarga o'xshab belavzlik qilmasanglar bo'ldi. Ketdik. Bir ko'rsatamiz. Kirvorishdan duvayni eshiklarni qo'yib qo'yishga mana bunaqa zamoglari bilan 6 xona, 3 ta oila joylashib olsa bo'ladi. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya muammo emas. Bu yoq taraf ham podvol ekan, to'g'ri orqa taraf ham podvol ekan. Bu yoq tarafda 4 ta xona plus tepada boloxona, tegi podvol. Podvolni ham bir ko'rsatib qo'yinglar-chi. Tegida podvol. Xohlasanglar yana chuqurroq kovlab bir sex qilsanglar bo'ladi. Kelish kerak, gaplash kerak. Egasining nomeri pastda. Arzon deysiz, nimasi arzon? O'rtakash dallol kimdir aralashmaganini o'zida katta arzon. Yaqinlarim, mana buni qaranglar, bemalol bir 30 ta 40 ta odamlarni kutib oladigan, yozgi bir tapcham mazza qilib mehmon kutib oladigan hovlini qaranglar, shaharni Uchtepa rayon. Bu yoqda sanuzel xonasi, ichkarilarni ham ko'rsataman. Bemalol pastda egasiga aloqaga chiqsanglar, lokatsiya tashlab bering. Savdolashinglar. Mana shu shaharning o'rtalarida, Chilonzor taraflarda domlaringlar bo'lsa, bartiram qilaman deyaptilar. Narx novosini kelib gaplashinglar. Bu yoq yozgi bir oshxona, anaqa ekan, besedka o'tiradigan bir tapchan onamlar o'zlariga qo'yib olganlar. Bu yoqda oshxonasi. Zo'r mana hamma yoq kafelangan, bitta sujit qilib olsanglar, bu sanuzel o'zi ham 3 tami 4 ta ekan. Mana bu yoqda to'g'riga kirsanglar, vannaxona. Bu yoq sanuzel xonasi mana. Kelish kerak, gaplash kerak, olib qo'yish kerak. Ko'pchiliginglar aka-ukam olib kelib olaman. Ona bola shu massiv oktyabrlarga dirdinglar. Ana kelinglar, bog'cha, maktab hammasi zo'r, zamonaviy hammasi. Bu yoqda odam uxlayotgan ekan, bu yoqda 7 metrga 4 metrli zal. Bu yoqda ham mana yotoqxonasi 5 metrga bir 4 metr 380 da chiqadi. Tashqariga qaragan romlari bor, aboylari mo'yishi. Kelish kerak, savdolashib olib qolish kerak. Yer hisobida berib yorishadi botlarni ham. Gaplashish kerak, takliflaringlarni bildiringlar. Pastda egasining nomeri. Narxini atilabdan aytmadim. Hozir aytsam, birinchi telefon qilgan odam olib qo'yadi-da, o'shanga siz birinchi bo'lib olmoqchimisiz, srochno aloqaga chiqing va shu suv tekin berib yorishadi. Bartiram bor. Ani ipoteka orqali olasizlar, boshqa bu yo'lga yurishadi. Yuringlar, yo'lni ko'rsatinglar. Yuringchi operator, bu yo'lni ham ko'rsatinglar-chi. Mana bemalol mana bitta zeleniy zona, gilos pishib yotibdi, mana bu pishib terib ham bo'lishdi, katta gilos. Mana bu xurmo ekan, jabr qaranglar, boshqacha xurmo ekan. Zo'r. Mana onamlarning joylari, o'rtada dallol yo'q, makler yo'q. Kelinglar-da, onamlar bilan mana bitta pochkani tashab qo'yinglar-da, to'g'rimi, ona savdolashinglar. Qo'ylarni topsalar ancha arzonga berib yuboradilar. Botlar biznes uchun ham ko'pchiliginglar gostinitsaga joy qidiryapman, unga joy. Mana
sentrda bismillahir-rohmanir-rohim. Bu yoq mana yotoqxona. Kattagina to'rga to'r, bu yoq mana mehmonxona. Bu xonadonga bemalol 3 ta drujniy aka-uka joylashib oladigan joylari ekan. Past egasini nomeri, gaplashinglar, savdolashinglar. Shu shinam xonadon har bir bandaga nasib aylasin. Qo'ni qo'shlar ham boyli qo'ni qo'shlar ekan. Yaqinlarim yaxshi insonlar bu yerda mahallada. Savdolashinglar, yopishib olinglar deb takliflaringlarni bildiringlar. Ko'pchilik ipotekaga berarmikinlar, barter qilarmikinlar. Pastda nomerlari mana egasini nomeri deb yozib qo'yganman. Aloqaga chiqinglar, taklifinglarni beringlar. Bemalol. Balkim Allohga oson. Mana shu uylarda to'ylar qilib qolarsizlar tez kunlarda. Sog' bo'linglar.